yelkamizni moshni qilib ko'rsatib berishda bizga yordam beradigan bazaviy mashqimiz maxi bo'ladi. Oyoq, guruch, belli qanchalik muhim bo'lgandek, yelka muskullari ham albatta erkak kishiga, tim bo'li erkakni erkak qilib chiroyli, qattiq qomatli ko'rsatadigan narsa bu yelka muskullari. Shuning uchun yelka muskullari aytib o'tishimiz kerak 3 ta burchakdan iborat, ya'ni oldi, o'rta, orqasi. Eng katta ko'rsatilgani bu o'rtasi bo'ladi. O'rtasi qancha katta bo'lsa, yelkani общем hajmi kattalashadi. Yelkani o'rtasiga eng zo'r effektiv mashq bu maxi stoluni. Buni hamma biladi. Maxi zamin qiladigan упражнение yo'q. Ya'ni bu eng kuchli va ishni объемni ko'rsatadigan bazaviy упражнение. Shunaqa, mana. Boshladik. Og'ir bo'lmagan ves bilan ko'rsataman. Texnika выполнениясini e'tibor berib, diqqat bilan eshitamiz. Siz ozgina bukildi, taz orqaga chiqdi, sal yondan olsangiz ham bo'ladi. Qo'lni bunaqa ham ushlamaysiz. Bunaqa ham ushlamaysiz. Mana shu ikkalasini o'rtasi mana shu. Tirsakni ko'rayotgan bo'lsangiz, tekis emas, ozgina bukilgan holda. Tak, to'g'riga qaradingiz, ko'tardingiz. Ras, mana. Ras. Mana ko'ryapsizlar, yelkan qaysi qismi ishlayapti. Mana o'zi ko'rinib turibdi bilinib. Mana shu tarzda. Ko'tarayotgan paytingiz sal nomiga tiklansangiz bo'ladi. Og'ir ves bilan ishlaganingizda. Ya'ni yordam bersa bo'ladi o'ziga. Nafas olishga e'tibor beringlar o'rtoqlar, nafas olishga. Ko'pchilik aytayapti, zalga chiqayotganlar, yuragim sanchib qolyapti, yurak og'riyapti. Bu noto'g'ri nafas olgandan bu. Yana aytib o'tish lozim, yelka muskullari super set va drop setlarni sevadigan muskul hisoblanadi. Ya'ni chiyillatib, achishtirib, qizitib ham zakisleniya bo'ladi-ku. Mana shunaqa ishlash kerak yelkaga. To'lqin tak. Ana o'shanda mishsa mazza qiladi. Shunaqa. Immunitet yelka immunitet. O'zi erkak kishini ham ko'rkam ko'rsatadigan bu albatta yelkalari.